Bova, qarang, bu yer nima degan chiroyli ha? Shundoq qizim, bu yerlar bekmi chiroyli ekan. Bundaq go'zal joylarni ko'rganda, mashalloh deymiz qizim. Mashalloh, cheksiz kuch-qudrat faqatla Alloh taoloda mavjud. Alloh muborak qilsin deganlik. Bova, har qitim go'zal yerlarni ko'rganda mushundaq demdi. Ahvolimiz yaxshi va ko'nglimiz xush bo'lgan vaqtlarda Allohga shukr qilib, uni zikr qilishimiz lozim. Payg'ambar alayhissalom Allohning ne'matlarini ko'rganimizda shundoq deyishimizni buyurgan. Buning bilan Allohdan texmi ko'p ne'mat talab qilgan bo'lamiz. Ammo buni har qanday vaqtda desak bo'ldi-kanda? Shundoq qizim. Bizga payg'ambar alayhissalomning hayoti haqida yana so'zlab bersangiz-chi, bova? Ma'qulmi, bova? Ma'quldangchu. Ma'qul bolalarım. Undaqda tinish bir yerni tepib o'ltirib sizlarga so'zlab beray. Bismillahirrohmanirrohim. O'tgan qitimda so'zlab nega kelgan edik? Payg'ambar alayhissalomning cho'ng dadisi bir o'g'ilni qurbonlik qilmoqchi bo'lgan edi. Alloh 10 o'g'il farzand bersa, bir o'g'ilni Ka'baning oldida qurbonlik qilmoqchi bo'lgan degan yeriga kelgan edi. Shundoq, apo so'rg'in. Qandaq apo so'rayman. Bu ishda sana yordam qila olmayman, ammo sana yordam qila oladigan birsini bilaman. U kishi kim bo'ladi? Hijoz rayonida bir rahiba bor. U nurg'un narsalarni biladi. Balkim bu haqda seni biror uchur bilan ta'minlashi mumkin. Meningcha sen u rahibani izlab borgin. Agar u qurbonlik qilavergin desa, qurbonlik qilarsan. Agar u boshi gap qilsa, Abdul Mutallib o'g'lini qurbonlik qilishga aloqador biror bishoratga erisharman degan maqsadda Hijoz rayonidagi Eliqi rahibaning yeniga berish uchun uzun cho'lni kesib o'tibdi. Rahiba Abdul Mutallibga mundaq taklif beribdi. Abdullohning ismini va 10 to'gining ismini yozganda, bu ikki qog'ozni chek qutisi ichiga solgin. Quti ichidan to'gining ismi yozilgan chek chiqqicha, har qitimda bir to'giga 10 to'gini qo'shib ko'paytgin. Darvaqa bu taklifni Abdul Mutallib qabul qilib Makka ga qaytibdi. Abdullah 10 to'gi qo'shilsin. yana Abdullah. Yana 10 to'gi qo'shinglar. Abdullah. 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 Qo'shilib 90 to'giga berib bo'ldi. 1000 to'gi bo'lsa-mo mayli. Tangrim rozi bo'lguncha ko'paytishni to'xtatmayman. Chekni yana bir qitim tashlasangchi. Seni tabriklayman Abdul Mutallib. Bu qitim rastulli to'gi chiqdi. Ajab, yaxshi bo'ldi. Endi o'g'lingni qurbonlik qilmaydigan bo'lding. Allohga ming shukri. Arablar va makkaliklar guvoh bo'linglarki, 100 to'gini qurbonlik qilib, uning go'shini peqir puxra jonivorlarga yegizaman. Abdullah ölümden qutulib qapti. Muborak bo'lsin. Hay Abdul Mutallib, Alloh o'g'lingni salomat qilg'ay, yaramliq avlod qilg'ay. Rahmat. Alloh senimi va oilangnimi o'z panohida saqlag'ay. Ey Makkaning cho'ngi Abdul Mutallib, o'g'lingni qurbonlik qilishga bag'ring qandoqmi chidadi? O'ylamaga yerdan shundoq to'g'ri kelib qoldi. İnson xatolikdan xoli emas. To'g'ri deysan. İnson ba'zi vaqtlarda o'ylamagan xatoliklarni bilib bilmay sodir qilib qo'yadi. Abdullahning burti xato atib, chop-cho'ngli yigit bo'lib qopti. Endi uning to'yini qilib, sen mo navri ko'rgin. To'g'ri deding. Men mo yaxshi bir kelin izlayapman. O'g'limga Makkadagi eng esil oilaning qizini elib beraman. Sening talabingga uyg'un bir oila bor. Ular mo Makkaning esil oilalaridan biri. Ammo sen buni muvofiq ko'rarsanmi bilmayman. Qaysi oilani da'vatsankin, avval deb baxmamsan. Zuhra jamoatining kattibishi. Vahib ibn Abdumanafni da'vatamsan. Dal o'zi shu. Makkadagi 100 obro'liq esil oilalardan biri. Nasab jihatdan sizlarga mos keladi. Bilishimcha uning qizi yo'q-ku deyman. Makkiliklar bak bilib ketmaydi. Bizning uydagilardan anglashimcha Vahbining bir qizi bor ekan. Qiz kichigidan boshlab tog'isining hindi turib yetibdi. U bak chiroyli, adab axloqli, hayoli qiz bo'lib o'sib yetilibdi. Meningcha bu qiz Abdullohga eng yaxshi loyiq bo'lgudek. Vahibning nasabi, 100 obro'yi hammalarga ma'lum. Aytqininglardek bo'lsa, meningcha u qiz eng yaxshi nomzodlik qiladi. Men ati Vahbining yeniga berib, uning qizini so'ray.
Mashqavul. Xo'sh aliylari. Shahar qovuqidan chiqib ketayotgan karvon qayerga mang'an karvon? Ularni ilgari hech ko'rmadim-ku. Aliylari, ma'lum bo'lg'ayki, ular Makkaga ketayotgan Yamanlik arablar. Ular har yili Makkaga berib qurbonlik qilib qaytib keladi. Makkaga berib qurbonlik qilamda? U qandaq shahar? Ajiba bu odamlar Makkaga berib qaytqucha safarga bardoshlik bera olamdi qanday? Mushuncha vala odamni o'ziga jalb qilgudek, u Makka degan joyning qandaq aloyidligi borkan? Makka cho'l o'tirsidagi muqaddas bir shahar bo'lib, u yerda kishilar ulug'laydigan Ka'ba bor. Har yili u joyda arablarning hammasi degidek Tanrisiga qurbonlik qiladi. Undaqda Ka'ba bak cho'ng joymi nima? Yo'qsa aliylari, u koni bir ziyorat uyi, oddiy bir uydan iborat xolos. U uy uzun zamonlar ilgari silingan ekan. Rivoyatlarda aytilishicha, Ibrohim payg'ambar bilan uning o'g'li Ismoil tarafidan bino qilingan bo'lib, insonlar aqidasini kuchaytirish uchun Ka'bani ziyorat qilishga buyurilgan ekan. Shunga kishilar har yili o'xshash vaqtda Ka'bani ziyorat qiladi ekan. Bu kishilar u koni oddiy bir uyga berib tavob qilish uchun shuncha uzun yo'lni bosadi ekan. Texi nurg'unlagan qurbonliklarni qiladi ekan. Ajiba buning siri nimada? Mashqavul. Labay oliylari. Bu kishilar qaysi dinga e'tiqod qiladi ekan? Kimga cho'qinadi ekan? Oliylari, ularning dini yo'q. Ular tosh, yog'ochdan yasalgan butlarga ta'zim qilib, ularga cho'qinadi. Demak, ular bu qimmatlik mol-mulkini o'zi tosh, yog'ochdan yasab olgan butlarga elib bordi ekanda. Bular bizning boshqarish tavalligimizdagi kishilar turib, bizga bosh to'lmaydi. Hamma ishda bizga qarshilik ko'rsatib, inoq o'tmaydi. Mol-mulk, qurbonlik qatorliqlarni qandoq qilib mamlakatimiz tabasida ep qala olamiz? Agar bu boylik Makkaga ketib qolmasa, Yaman dunyodagi eng boy joylardan bo'lib qoladi. Menmo dunyodagi eng boy kishiga aylanadi. Ammo zodi qandoq qilsak ularni davlatimizni tutib qola olamiz? Cho'qim buning amalini qilaman. Ketayotganlar qaytarilsin. Men bu masalani hal qilish uchun podshoyimiz Najoshining huzuriga bormoqchiman. Makka cho'nglarining kelganini qarshi olaman. Jamoatimiz har qaysilarini uyimizda ko'rgandan sharaf his qiladi. Menmo sizlarni ko'rib nihoyat xursand bo'ldim. Rahmat, Zuhra Bagzodisi. Xayrlik bir ish uchun huzurlarga keldik. Bizni quruq qul qaytarmasliklarini umid qilamiz. Xo'sh, Abdulmutallib, qandaq ish bo'lishidan qat'iy nazar, sizlar uchun qo'limiz ko'ksimizda. Sizlardek aziz mehmonlarni hammamiz qarshi olamiz. Qani sizlar Abdulmutallib, mendan nima so'raylikin? Alloh sizlarni o'z panohida saqlasin. Abduddardan anglashimcha, o'zlarining Yasribda tog'isining yanida turayotgan bir qizlari bor ekan. Peqir shu qizlarni o'g'limga so'rab kelishim. Shundaq, Amina ismli bir qizim bor. Kichigidan boshlab tog'isining yanida turibdi. Ey Makkaning Bagzodisi, qizimni kimga so'rab keldim dedilar. O'g'lim Abdullohga. Agar janoblar buni qabul ko'rsalar, bu arab va Makka cho'nglari uchun katta bir ish bo'lar edi. Durust, bu rostdanla xayrli bir ishkan. Nima deydik? O'zlari nimani xo'p ko'rsalar, shu bo'lsin. Hashqalloh Bagzodam, katta to'y qilamiz. Hozirlarga 50 to'yga, uningdan boshqa yana necha 10 qo'y kalla yetkazib beramiz. Muborak bo'lsin. Bak yaxshi bo'ldi. Alloh bu ishimizni xayrli qilsin. Muborak bo'lsin. Katta ish bo'ldi. Sizlarni tabriklayman. Sizlar to'y kunini bekitib olsak qandoq bo'lar? Sizlar qaysi kunni muvofiq ko'rsanglar, shu kunda bo'lsin. Undaq bo'lsa to'yni oldimizdagi Rajab oyining 1-kuni qilaylik. Ha, shundaq bo'lsin. Hikoya texi tugimidi, lekin qaranglar, qorong'i tushib ketibdi bolalar. Bugun mushinchilik bo'lsin. Alloh xolisa, ati davomlashtiramiz.